Keling aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nima xizmat aka? Aka, Surxondaryoga ikkita odamga ближайшее времяga bilet kerak. Bo'ldi aka. O'tirib turing. Xohlasangiz suvlardan ichib turing. Hozir yozib beramiz. Xo'sh. Biletlar tayyor aka. Mana ближайшее времяga aytganingizdek. Ya'ni nima xizmatlar bo'lsa, mana to'laysiz aka. Hozir 28 ming bo'ldi ikkita bilet aka. Agar xohlasangiz nalishka bilan to'laysiz ham bo'laveradi. Yerdan topsangiz sanam olishani. Bo'ldi aka. Xizmat bo'lsa bemalol. Sog' bo'lasiz. Vatan foy agentligining xizmatida. Bo'pti, sog' bo'lasizlar. Sog' bo'linglar. Tushamiz aka? Ha, tushamiz. Sumkalarni olamizmi? Yo, sumkalaringiz turaversin. Bilmadim. Qani do'stlar, kelingizlarchi. Bu ofisda holi o'zimizliklardan hech kim bo'lmagan. Sizlar birinchisizlar. Qani kiringizlarchi. Yo, bismillah. Biletlarni oldik. Magazindan kiyimlarni oldik. Endi hozir hisob-kitob qilib sizlarga pulni beraman, aeroportga olib chiqib qo'yaman. Rahmat aka, boringizga shukur. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham rozi bo'lib shu pullarni olib qo'yingizlar. Kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham mehnatlaringizga rozi bo'lasizlar. Katta rahmat aka, boringizga shukur. Bu yerda ko'p-ko'pra. Qolganiga duo qilasizlar. Rahmat, o'zingiz duo qilib qo'ying. Ya o'z duo qiling. Sizdek o'tadi. Amin. Farzandlaringizni baxti kamolotini ko'ring. Farzandlaringiz kasal bo'lmasin. Alloh akbar. Aytganingiz kelsin. Ketdik bo'lmasa men sizlarni aeroportga olib borib qo'yayin. Katta rahmat aka. Ha, borib Ham ko'stimizga rozi bo'lasiz. Albatta, albatta.